Mana bugun 2-noyabr ko'rib turganingizdek tayyor qilib qo'ygandik. Dugalarni simlarni qadab, plyonkalarni tortib qo'ygandik. Yoniga hozir endi mana ustiga nima qilib, mana qorinchalarni ham beldan bog'lab qo'ygandik. O'shalarni ham ya'ni shu o'rtadan ochib qo'ygan joylarimizdan yopib chiqamiz. Sababi kechqurunga anaqa tushyapti. Qirov tushishni boshladi bugundan. Yengil qirov tushdi. 2-3 kundan keyingi -gradus ob-havo ko'rsatyapti. Shuni hisobiga hozir bitga nima qilamiz? Mana ko'rib turganingizdek, nima chiqamiz. O'zi ochiq darada turadi bular. Va ustiga o'sha plyonka qilib, uni chiqamiz. Qirov tushishdan aniq ancha har xil qilib turadi. Buni o'rniga agar valakno bo'lsa, yana ham yaxshiroq. Qirovni nima qilishga biz plyonka qilganimiz sababi o'zi buyoqlarga ramanlarimiz nima qiluvdi? Keti uzilibroq qoluvdi. Shunga plyonkada tezlashishni o'shisi deb plyonka qilgandik, olgandik naryoqlarga. Shunda birato'la bu yoqqa ham plyonka bo'ladi. Atak pishgan holatda ustiga qirov tushmasligiga eng yaxshi variant agrovalakno. Mana ko'rib turganingizdek ularimiz mana yetilgan hammasi. Masalatlarimiz. Endi bular orasi keyin duga, bu kuzgiga shu noyabr oyida tugatib yuboramiz. Qishkiga bunaqa bo'lmaydi, sababi chunki katta anaqasi keyin ham bosib qoladi anaqasi bu. Bu juda katta qilib qo'yilgan anaqasi. Bunaqa bo'lsa qishkiga, tikka bo'lsa yaxshi. Hatto bunaqa bo'lsa shunaqa mana ko'rib turganingizdek ramanlarimiz mana shu holatda mana. Qanday ko'rinyapti misalni? Sifatida tayyor qilib qo'ydik. Mana sekin uje yopib boramiz. Rangi xiralashmasligi uchun.